Bolam, Hadi tinchlikmi? 2 kundan beri tishim og'riyotdi. Shu doktorxonaga olib borib kelasanmi deyotgandim. Endi tish doktormi? Etinglarni tuzatsa, betinglar og'rib qoladi. Ada meni vaqtim yo'q, 1000 ta odam poylab turibdi. Hali kelayotganimda u og'riq bosdi dori olib kelaman. Mayli o'g'lim, yaxshi borib kelgin. Assalomu alaykum Abduxon aka. Botir o'rtog'im ishga ketdimi? Va alaykum assalom. Ishga ketdi o'g'lim. Abduxon aka, yuzingiz yomon ishib ketibdi-yu. Yuring, men sizni tish doktoriga olib borib kelaman. Yo'q, rahmat. Hali o'g'lim ishdan kelsa, o'zi olib borib keladi. Hozir o'g'lingiz bilan gaplashuvdim. O'rtog'im menga aytdi. Yuring, o'zim olib borib kelaman. Rostdanmi o'g'lim? Yura qo'limda. Yuring. Voy bolam, shu joymi aytganing? Shot. O'tkir degan o'rtog'im shotda ishlaydi. Yuring dodam. Voy baraka top. Doda vaqtida kelibsiz. Yana bir kun kech qolganingizda operatsiya qiladi. Bo'ldi doda. Baraka toping. Yana 3-4 kun kelib turasiz oldimga. O'tkirjon, qo'lingiz rosa yangilagan. Qani, shu korxonangizni fayz barakasini bersin. Sizni ham omadingizni bersin. Allohu akbar. Baraka toping. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Rahmat o'g'lim, Murod o'rtog'ingga aytgan ekansan. Tish doktorxonaga olib borib keldi. Qaray, ishlari ham qaytdi. Murod? Men o'rtog'im Murodmi? Ha? Siz uyga chiqib turavering, men hozir kelaman. Men qaray, saxovat peshi. Senga kimdir adamni tish doktoriga olib borib kelgan, demidi? Sal o'zingni bosib ol. Rahmating shumi? Otangni bir kun kechiktirib olib borganingda milkini operatsiya qildirish kerak bo'lardi. Otangga o'rtog'im aytdi deb olib bormaganimda hech qachon bormasdilar. Otani qadrini otasi yo'lidan so'ra. Sadqa yo'ldan keting. O'rtoq, Alloh uchun kechir meni. Xato qildim. Ko'zimni ochding. Rahmat senga o'rtoq. Agar meni otam hayot bo'lganlarida boshlaridan suv o'girib ichgan bo'lardim. Otangni borida qadriga yet o'rtoq.